Audio Jungle. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan har doimgidek Shohjahon va Texno xabar kanali. Do'stlar, bugungi video roligimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Xudo xolasa sizlar bilan birgalikda bugun YouTube kanaliga to'g'ri tartibda video joylashib ko'rib chiqamiz do'stlar. Tayyor bo'lsanglar do'stlar, video ostiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroq tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar va bu yil xudo xolasa biza 100 ming obunachi bo'lishimiz kerak. Albatta o'z hissanglarni qo'shib qo'yasizlar degan umiddaman va do'stlar foydali kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun ham albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Tayyor bo'lsanglar do'stlar, biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, tayyor bo'lsanglar mana video roligimizni ham boshlab oldik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, endi do'stlar bitta iltimos, mana shu kamerada ozgincha muammo bo'lyapti. Ozgincha qotishlar bo'lishi mumkin. Ovozim tekis boradi do'stlar. Avvalambor bu kamchilik uchun ming bor uzr so'rayman sizlardan. Aytib yurmaysizlar. Va do'stlar, sizlarga bitta narsani ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Mana Telegram kanalim bor do'stlar. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shu Telegram kanalimizda nima yangiliklar bo'ladi, nima xabarlar bo'ladi va do'stlar, sizlarga qanaqangidir servislar kerak bo'lsa, do'stlar, men o'zimni servislarimni sizlarga taklif qilib qolaman. Mana bu yerda kanalimiz bor. Mana bu yerda mana Sultonov Yeta servis deb yozsanglar do'stlar, Telegram kanalimizga chiqadi. Bu yerda o'sha servislarimiz narxlari yozilgan. Agar sizlarda deylik obunachi yetmaydigan bo'lsa, ushbu muammoga bemalol biz orqali muammolaringga yechim topsanglar bo'ladi. Biz hammasiga garantiya beramiz do'stlar, kafolat bor. Deylik sizlarda 800 ta obunachi bor, soatlaring to'lgan, lekin manzilasi yoqish uchun sizlarga 200 ta obunachi kerak. Albatta muammoni yechimi albatta bizda bor do'stlar. O'tib ushbu servisdan foydalansanglar bo'ladi do'stlar. Ish vaqtimiz ertalab 9 dan kechki 22:00 gacha. Va do'stlar, AdSense bilan bog'liq muammolaring bormi? Kod kelmayaptimi? Kechikyaptimi? Yoki shunga o'xshash muammolaring bo'lsa, AdSense nimadir problema bo'lsa, do'stlar, bemalol muammosiz murojaat qilsanglar bo'ladi. Albatta ushbu muammolaringga yechim bor. Apellyatsiya bo'yicha ham do'stlar bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Va do'stlar, kanal ochib berish deysizlarmi, professional analitika deysizlarmi do'stlar, hammasi mana shu joyda batafsil qilib tushuntirib o'tilgan do'stlar. Bemalol o'tib servis kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va do'stlar, Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Mana shu yerda juda ham qiziqarli, foydali ma'lumotlar berib o'taman do'stlar. Avvalambor videomizni boshlaymiz do'stlar, gapni bo'lmaymiz, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Qani ketdi do'stlar. Xo'sh do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, men bitta o'zimni bitta kanalim bor edi. Endi o'zbek auditoriyada to'g'risi PUBG yo'nalishida shunaqa kanalim bor. Shu kanalga endi men sizlarga bir sinov uchun mana shu kanalimga video joylab ko'rsataman. Endi ancha bo'ldi bu kanalimni yuritmayotganimga, shu sababli test ma'nosida, ya'ni testli qilib mana shu kanalga to'g'ri video joylashib ko'rsatib o'taman. Albatta ushbu video do'stlar kompyuterda to'g'ri video yuklash darsligi bo'ladi. Telefonda agar to'g'ri darslik kerak bo'lsa sizlarga, ya'ni to'g'ri video qo'yish bo'yicha mana shunaqangi mobilniy telefonlarda nima deydi, to'liq tushuncha kerak bo'lsa do'stlar, mana shu videomizdagi likelar soni 500 ta bo'lsa, albatta do'stlar, telefonda to'g'ri video yuklash darsligini ham mana shu YouTube kanaliga chiqaraman. Tayyor bo'lsanglar do'stlar, biz boshladik. Xo'p, birinchi navbatda nima qilamiz? Yaratish tugmasiga bosamiz, video yuklashni bosamiz do'stlar, YouTube Studio bo'limidan. Va faylni tanlang deydi. Bizda do'stlar, bilasizlar, men рабочий stolda video tanlab qo'yibman. Deylik, Tilescope videosi bitta belgilab olamiz do'stlar. O't mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, video nomi yo'q. Endi videoni o'ziga men 18 deb raqam berib qo'yganman va videoga biz hozir birinchi navbatda to'g'ri tartibda videoga nom beramiz do'stlar. Bu nomni qayerdan topaman deyotgan bo'lsanglar do'stlar, sizlarga bitta oson yo'lini o'rgataman. Tak. Buning uchun bizga do'stlar ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPT ga kiramiz do'stlar, yozamiz. Menga Tilescope yo'nalishi bo'yicha video nomini yozib ber. Hozirgi kundagi eng ko'p qidirilayotgan nom bo'lsin deymiz do'stlar. Sababi nima uchun ChatGPT ni tavsiya beraman? Sizlar ChatGPT bilan ishlaydigan bo'lsanglar, hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Bu professionallik qilib sizlarga videolaring uchun nom topib beradi. Hozir mana o'sha nomlarni yozib beryapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Deylik do'stlar, mana hozir bu yerda menimcha tushunmadi bu. Kerakli hozir biz nimaga qo'yayotganimizni tushuntiramiz. Va do'stlar, mana shu video deymiz. Mana shu joyga deymiz yaxshisi. Mana shu video uchun nom
yozib ber deymiz do'stlar. Screenshot bilan tashlasanglar tushunadi. Hozir tushunmadi nima uchun videoligini, to'g'ri. Chunki biza videoni nima haqidaligini ham to'g'ri tushuntirmadik, ya'ni nimaga video joylayotganimizligini ham. Ko'rayotgan bo'lsanglar, Paw Patrol vs Cars Tales Hop Challenge. Keyin mana yozyapti, agar xohlasang deyapti, senga yana kuchlirog'ini qilib beraman deyapti. Bu yerda biz nima deymiz? Qaysi birini tavsiya berasan? Deymiz do'stlar, mana shu yozib berganlarning ichida eng zo'rini tavsiya qilib beradi bu. Mana ko'rasizlar do'stlar, mana nom tayyor. Nusxalab olib mana yerga qo'yamiz. Bo'ldi, всё. Mana stikerni o'chirib qo'yamiz. Videomiz nomi tayyor do'stlar. Endi mana bu yerda mana bunaqa narsalar chiqaryapti. Bu nima deyotgan bo'lsanglar, bu o'sha VidIQ degan dastur bor do'stlar. Shu VidIQni o'rnatganman kompyuterimga. Shuning uchun mana bu yerda bunaqa narsalar chiqyapti. E'tibor qilmaysizlar. Bu kerak dastur umuman do'stlar. Agar xohlasanglar bu haqida ham batafsilroq ma'lumot beraman. Nima kerakli joyi bor buni. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana videoga nom qo'ydim. Bu nomni bu 81%, ya'ni 100 dan 81% qidiruvda yaxshiroq chiqadi deb baholab beryapti. 83% deyapti. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa o'zi baholab beradi. Va xohlasanglar do'stlar, AB sinov qilib yuklasanglar ham bo'ladi. Bilasizlar, YouTube'da mana shunaqa funksiya ishga tushgan. Nima deydi? Mana shunaqa tartibda videolaringga nom bersanglar bo'ladi. Hop, mana buni shundoq olamizda screenshot qilib ChatGPT ga tashlaymiz. Shu uchun ham eng zo'r video nomlarini yozib ber deymiz. Bo'ldi do'stlar. Hozir mana shu bo'lim uchun hozir bu yana nomni yozib beradi bizga. AB testlovchi senga kuchli algoritmga mos clickbait va bolalar uchun viral 2-3 variantni yozib beraman deyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana. Ikkinchisi mana bu. Buni olamiz, bu yerga tashlaymiz. Buni qo'ysanglar ham bo'ladi, qo'ymasanglar ham bo'ladi. No, qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin to'g'ri. Tak, buni ham qo'yamiz. Prosta o'chirib qo'ysanglar menimcha yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Sababi tekst baribir tekst bilan bo'lgani yaxshi. Mana o'sha ko'rasizlar, mana 81 da 78 beryapti. Faqat bitta narsani ma'lumot o'rnida aytib o'taman do'stlar. Bu o'zi video yuklayotganda biza AB test sinovi bilan yuklashimiz kerakmi? Aslida bu keraksiz narsa, no, prosta baribir YouTube qo'shgan bu funksiyani ham foydalansanglar ham bo'ladi. No, men lekin shu kungacha to'g'risini aytadigan bo'lsam, YouTube'da qanaqangi qilib men video joylab kelganman, qanaqa nom berganman. Sizlarga bugun batafsil mana shunaqa o'zimning strategiyam bo'yicha to'g'ri video joylashni ko'rsatib o'taman do'stlar. Sizlarga ma'lumot o'rnida aytib o'taman, mana bunaqa narsalar chiqmaydi, manda chiqmadi demanglar, mana bu yozib qo'yibdilar. IQ deb bu o'sha VidIQ dasturi do'stlar. To'g'risi buni qayerdan o'chirsa bo'lar ekan hozir. Mayli, qo'yaveringlar, kerak emas bu. Prosta ma'lumot o'rnida aytyapman. Bu narsa sizlarda chiqmasa aytmanglar. Nimaga chiqmadi menda bu deb o'tirmanglar mana bunaqa narsalar. Sizlarda VidIQ degan dastur bo'ladi, o'shani o'rnatsanglargina bu narsa chiqadi. Xo'p do'stlar, davom etamiz, gapni cho'zib o'tirmaymiz. Video nomini yozdik. Xo'p, tavsifga nima qilamiz desanglar do'stlar, tavsifga mana shu anaqa o'tamiz, ChatGPT ga. Bilasizlar, juda ham zo'r ishlaydi bu. Endi esa meni ushbu kanalim uchun video описание yozib ber. Insonni o'ziga tortadigan va bolalarni o'ziga jalb qila oladigan bo'lsin deymiz do'stlar. Bo'ldi, всё. Ikki ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Kanalingizga misol nima deb nom bergan bo'lsanglar, kanalingizning nomini kiritib ketsanglar ham bu yerda o'sha chiroyli qilib sizlarga video описание yozib beradi do'stlar ChatGPT. Bemalol foydalansanglar bo'ladi mana. Ko'rasizlar, oxirida o'sha anaqalargacha yozib beryapti. Shuni o'tamiz do'stlar. Mana video tavsifiga qo'yamiz, video описаниеga buni. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar o'sha. Endi men bu narsalar ham to'g'risi hozir baholab beryapti bu o'sha VidIQ dasturi. Shuning uchun bu dastur sizlarga tavsiya beraman deya olmayman, to'g'risi. Mana shunaqa sal недовольный bo'lib ishlaydi ba'zi joylarda. O'rnatmanglar maslahatim. Tak, mana video nomini yozib oldik do'stlar, описаниеni ham yozib oldik. Endi navbat nima qilamiz keyingi navbatda desanglar do'stlar, mana eskiz bo'ladi, bu preview hisoblanadi do'stlar. Previewni juda ham ko'pchilik men mana shu joyda aytib o'taman. Juda ham ko'pchilik qiladigan xatosi bor.
preview yuklayotganda nima qiladi? O'sha format kattalashib ketsa, aytadi, "Men deydi, katta formatli, nimaga bu video anaqa preview olma" deydi. Formati do'stlar mana bu yerda ko'rsatib qo'yadi o'zi. 2 megabaytdan katta bo'lishi kerak emas bu narsa. Buni ham AB testini o'qisanglar bo'ladi. Lekin do'stlar, men tavsiya bermayman. Lutchi tinchgina bitta preview bilan ishinglarni bitirib qo'yganlaring yaxshi. Xo'p, preview 2 megabaytgacha oladi. Ma'lumot o'rnida aytyapman. Endi bu boshlovchilar uchun albatta bu videoni YouTube'ga endi kirib kelib, endi qiziqishi nima deydi boshlanib, video yuklashni bilmay yurganlar bo'ladi-yu, kompyuter orqali. O'shalar uchun professional video hisoblanadi do'stlar bu. Video qo'llanma. Bu yerga o'sha aytib o'tganimdek videoni hajmiga qaranglar. Video o'lchamlariga keladigan bo'lsak, 1920 ga 1080p bo'lishi kerak. Ya'ni 1080 degani bu o'sha Full HD formatda joylashimiz kerak bo'ladi do'stlar. Ma'lumot o'rnida shu narsani aytib o'taman. Albatta formatga e'tibor qilinglar va do'stlar, ma'lumot o'rnida yana bir narsani aytaman. Juda ham ko'pchilik o'quvchilarimda, shogirdlarimda ko'raman. Preview joylayotganda mana previewni ikki sheti ochiq bo'ladi yo tepasi ochiq bo'ladi yoki juda ham kichkina bo'lib ketadi. Mana shu narsalarga e'tibor qilinglar do'stlar. Mana shunaqa chiroyli bo'lib turish kerak. Bu video obloshka hisoblanadi do'stlar. Bu o'sha videolaringni clickbait qilishga majburlaydigan narsa. Ya'ni clickbait nima desanglar do'stlar, mayli, men bu haqida ma'lumot berib ketadigan bo'lsam, clickbait bu deylik. Mana YouTube'ga kirdinglar, kirganinglardan keyin videolar chiqadi, to'g'rimi? O'sha videoni ustiga bosasizlar, "O, men bu video zo'r ekan" deysizlar, to'g'rimi? O'sha videoga bosishga majbur qiladigan preview bo'lishi kerak. Chunki 99.9% menimcha videoni qiziqarliroq bo'lishiga sababchi bo'ladigan narsa bu preview hisoblanadi do'stlar. Agar videolaring ichidagi nima deydi, videoni ichi yanada muhimroq bo'lsa do'stlar, undan ham zo'r bo'ladigan bo'lsa, menimcha o'sha auditoriyani ushlab o'tiradi do'stlar. Va shu joyda, mana shu joyga e'tiborli bo'linglar. 1920 ga 1080 Full HD tarzda preview tayyorlanglar. Shu shablon tayyorlayotganinglarda ham o'zi chiqadi-yu, mana misol kimlardir CapCut'da qiladi, yana kimlardir yana qanaqadir o'sha rasm tahririyatini tahlil beruvchi ilovalar bor telefonda. O'sha ilovalar orqali qilayotganda 1920x 1080 bo'lishi kerak do'stlar. O'lchami o'sha o'lchamda preview tayyorlab yuklaysizlar. 2 megabaytdan katta bo'lmasa, agar 2 megabaytdan oshib ketadigan bo'lsa, sizlarga bitta chiroyli lifehack tushuntirib o'taman. Telegram ochasizlar, o'zingizlarning telegramlaringizda. O'sha yerda izbrenniga yoki qaysidir bir maslahatim izbrenni bo'ladi. Izabrannim. Qarabchi, shu joyiga o'tib turib, o'sha misol 5 megabayt bo'lib ketgan bo'lsa, o'sha rasmni o'sha yerga tashiysizlar, fayl qilib emas, oddiy tashab turib, o'sha rasmni ochib turib, Telegram mozudan qayta saqlanib qilsanglar, rasmni hajmi kichrayadi, ya'ni 200-300 kilobit, 600-700 kilobit bo'lib qoladi. Keyin bemalol bu narsani qabul qiladi do'stlar. Va bo'ldi, yuklaymiz xullas. Bu yoqdan keyin davom etamiz. 3-chi qilinadigan ishimiz bu playlist bo'ladi do'stlar. Bu yerda biz o'zimizga yoqqan playlistni yaratishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana shu narsa juda ham 99.9% playlistga bog'liq bo'ladi do'stlar. Auditoriyani o'sha ushlab qoladigan narsa bu playlist do'stlar. Juda ham muhim strategiya bu ham. Bunga ham e'tiborli bo'linglar. Biz yaratamiz, xo'p. Men sizlarga hozir to'g'ri playlist yaratishni ham ko'rsatib o'taman. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman do'stlar, bu playlistni ba'zi birlar xato qiladi. Har safar video chiqarganda har safar yangi playlist ochadi. Bunaqa xato qilmanglar do'stlar. Playlist faqat bir marta ochiladi. Qachonki sizlar boshqacharoq yo'nalishda video qiladigan bo'lsanglar, o'shanda keyin yana boshqa playlist yaratsanglar bo'ladi. Playlist haqida men qisqacha tushuncha beradigan bo'lsam do'stlar, playlist o'zi bu nima deysizlar? Playlistga keladigan bo'lsak, bu как bir sizlarning kutubxonalaring, deylik, shu bitta kitob, bitta bo'lim deydi. Shu playlist ichiga bitta kirsa bo'ldi, kim bo'lsa ham sizlarning playlistlaring shuni bitta ochdimi, bo'ldi, clickbaitmi? Hamma video faqat sizlarning videolaring bo'ladi. Sizlarning videolaringdan boshqa videoni ko'rmaydi u. Ya'ni bitta videolar tugasa ham sizlarning videolaringizni ko'rib bo'lsa, keyingi videolaringni taqdim qiladi u ko'rayotgan tomoshabinga. Xo'p, bu yerda do'stlar nima yozamiz desanglar, buni ham ChatGPT dan so'rasanglar do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Do'stlar, bitta narsani, yana bir narsani sizlarga juda ham tavsiya qilaman o'zim. ChatGPT dan ko'pchilik analitikalarni so'raydi. ChatGPT analitikani to'g'ri sizlarga aytib bera olmaydi do'stlar. Qachonki mana bunaqa tag, описание yoki nimadir qilishinglar kerak bo'lsa, aytib bera oladi. Ba'zi birlar apellyatsiya olishni so'raydi, yana nimadirlar so'raydi. Do'stlar, unaqa narsalarga ChatGPT ning aqli yetmaydi. Sababi YouTube algoritmini do'stlar faqat o'zi biladi do'stlar. Uni analitikani tushungan odam biladi do'stlar. Shuning uchun tavsiya bermayman. Anaqa to'g'ri, yana video bo'yicha qanaqangidir ma'lumotlar yozish uchun bo'lsa ChatGPT zo'r ishlaydi, lekin nima deydi, algoritm tomonlama u sizlarga tavsiya bera olmaydi. Sababini keltiradigan bo'lsam, men o'zim bitta YouTube kanal ochdim. Tak, Italian brain rot yo'nalishi bo'yicha va do'stlar,
Tak 650 ming aktivga olib chiqdim 48 soatligini o'sha videoni. Like urmadim do'stlar. Realni aytyapman. 48 soatliga 650 mingga olib chiqdim do'stlar. Sizlar aytishingiz mumkin, nikak bo'lmagan, bu erta edi, cho'pcha. Yo'q do'stlar, men realni olib chiqdim. Hech qanaqa like urmadim. Prosta videoyim rekomendatsiyaga otib berdi bitta videoyim. O'shandan keyin bir 10 ta dona video rekomendatsiyaga otdi. O'sha shu bilan kanal zo'r bo'ldi aktivi do'stlar. Va nima demoqchiman? Asosiy narsa, men aktivim o'sha bitta strike tushdi kanalimga. Strike tashadi egasi. Men noto'g'ri kontentdan foydalanib qo'yganim uchun. Endi to'g'ri, biz ham xato qilamiz do'stlar. Rekomendatsiyadan tushib qoldi video o'sha strike yegandan keyin. Ikkinchi strike ham tashadi. Keyin do'stlar nima bo'ldi? Men ChatGPTga tashadim 650 mingdan, o'sha keyingi kunning o'zida 200 ming aktivga tushib ketdi birdan. Kanalim 650 ming aktivida edi. Hozir 200 mingga tushib qoldi. Bu yaxshi holatmi deb so'rasam ChatGPT 48 soatlik uchun wow, bu zo'r natija deyapti. Qachonki deyapti, kanalingning aktivi 70 mingga tushib qolsa deyapti, ana o'shanda yomon holat bo'ladi dedi. Men aytdim, bo'ldi, xo'p dedimda, kutdim kanal tushishini. Kanal bir 60 ming emas, 50 mingga tushdi, ishoninglar. 50 mingga tushgandan keyin skrinshot tashlab, bu yaxshi holatmi? Kanalimni yomon holatmi bu? Men kanalim tushib ketdi, men shokka tushyapman. 650 mingdan sirazi 40 mingga tushib qoldi desam, yo'q, bu yaxshi holat deyapti. Kanalingni 48 soatlik analitikasiga nisbatan yaxshi deyapti. Men aytdim, sen aytuvding-ku, 650 mingdan 100 mingga tushib qolsa yo 80 mingga tushib qolsa yomon holat bo'ladi deding. 80 mingdan ham tushib ketdi-ku desam, keyin qarochi aytyapti, yo'q, hozirgi holat bo'yicha kanalingning aktivi yaxshi deyapti menga do'stlar. Kanaling qachon 0 bo'lib qolsa deyapti, uni qo'rsang bo'ladi deyapti. O'sha 0 ga tushyapti. Tashlasam keyin kanalingning hozirgi prosmotrlariga nisbatan deydi. Qarochi videoni sizlarga cho'zib yubormay to'g'ri, endi ma'lumot o'rnida aytyapman bu narsani. Yomon emas deyapti-da menga. Men prosta nima demoqchiman do'stlar, bu yerda hech qachon ishonib qolmanglar ChatGPTga. ChatGPTga ishondinglar degan o'zi tamom degan do'stlar. Shuning uchun analitikani ishonmanglar hech qachon. Tavsiyam faqat mana bunaqa tag, описание nimadirlar yasatmoqchi bo'lsanglar, foydalansanglar bo'ladi. Yo prompt shunaqa narsalar yozib bera oladi. Xo'p do'stlar, videoni nomini tashlaymiz. Sirazi ochamiz buni. Itak bunga tashlaymizda mana shu joyni to'ldirish uchun yordam beramiz do'stlar. Siyog'ani kutamiz, bizga qanaqa yordam beradi. Aka. Nom qo'yib berdi bizga, talsqob uchun. Tak do'stlar, mana tavsifiga mana bu narsani qo'yinglar do'stlar mana. Tavsif ham yozib berdi sizlarga. Keyin bu joyda ochiqligi hammaga ochiq bo'lishi kerak bu yerda, maxfiy havola qilmanglar. Qolgan joyga tegmaysizlar, yaratishga bosamiz, все bo'ldi do'stlar. Mana bitta bizada playlist yaratildi. Va o'zi ko'rayotgan bo'lsanglar, avtomatik galочка turibdi do'stlar. Har safar sizlar video yuklayotganingizda, mana hozir men ochdimmi? Все. Keyingi safar video yuklayotganimda qanaqa holat chiqadi bilasizlarmi? Mana. Delik mana men video ikkinchi safar yukladim. Men o'tgan videoda o'zi ochganman. Shuna playlistga bosaman, men bu galочка turadi. Mana bu turadi. Shuni belgilab qo'yamanda tayyor bo'lsa-mi bo'ldi do'stlar. Bir marta ochasizlar bu narsani. Itak keyin do'stlar pastroq tushamiz. Ushbu kontent bolalar uchun yaratilganmi deb so'raydi men bitta. Ko'rayotgan bo'lsanglar, biz yo'q deb qo'yamiz. Sababi hal qilib qo'ysanglar erta qarochi muammosi ko'p. Tavsiya berishim yo'q, bolalar uchun yaratilmagan deb belgilang. Xo'p, keyin yoshga oid cheklov, bu narsani tushuntirdim. Yo'q, videoyim 18 yoshdan kichkinalarga ham mos keladi degan narsa bor. Bu narsa yonib tursin. Agar 18 yoshdan kichkinalarga mos keladini belgilamasanglar do'stlar, bu katta odamlarga ko'rsatadi. Bu degani videolaring rekomendatsiya bo'lmaydi do'stlar. Shuning uchun mana shu joyda yo'q, videoyim 18 yoshdan kichkinalarga ham mos keladi degan narsa tursin do'stlar. Undan keyin bu joyda so'rayapti, bu videoda bevosita reklama mavjudmi? Biz yo'q deb belgilaymiz, chunki biz hech narsani reklama qilayotganimiz yo'q. Misol uchun deylasizlar, qanaqangidir bir ichimliknimi, qanaqangidir energetik reklamasini olsanglar, videoning ichida sizlarga o'sha yoki Yandexmi nimadir reklamasini olsanglar do'stlar, gapirib o'tayotgan bo'lsanglar, mana shu unda reklama mavjud desanglar do'stlar, video boshlanishda tepasida ushbu video tarkibida reklama mavjud deb o'sha chiqadi do'stlar. Shuning uchun biz yo'q deb belgilaymiz. Va do'stlar, mana bitta mana bunaqa joy bor, tahrirlangan kontent. Quyidagilardan birortasi kontentingizni tavsiflaydimi? Haqiqiy odamni aytmagan yoki qilmagan narsani aytgan yoki qilgandek ko'rsatadi deyapti. Bu do'stlar, xullas qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsam, gapni cho'zmasdan, bu nima deyotgan bo'lsanglar, sizlarning videolaringni sun'iy intellekt yasaganmi yo o'zingizlar tayyorlaganmisizlar? Realniy odam tayyorlaganmi?
sun'iy intellekt aralashtirilganmi degan ma'noda so'raydi. Biza hani bosamiz, sababi bu qahramonlar, bu videolarning hammasi shu sun'iy intellekt bilan tayyorlangan hisoblanadi do'stlar. O'shaning hisobiga biza hani bosamiz va do'stlar bu yoqda pastdan qolgan hech narsaga tegmaymiz do'stlar. Kanalni sozlash videosi mana tepada chiqadi. O'tsanglar mana shu kanalda to'liq sozlash darsligini men videosini YouTube'ga joylab qo'yganman do'stlar. O'tib bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Va qolgan joyiga tegmaymiz do'stlar. Fikrlar yonib o'tirish kerak, moderizatsiya, xullas kim bildirishi mumkin. Qolgan hech narsa tegmaymiz. Boshdan takrorlab o'tamiz. Videoga nom beramiz. AB test kerak emas. Bitta shu nomni o'zini beramiz. Keyin tavsif yozamiz do'stlar. Tavsifda ham o'zi ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Kanal sozlash darsligida men tushuntirganman buning yozishni. Buni bir marta kanal sozlamasiga kiritib qo'ysanglar bo'ladi tavsifda. Video nomini lekin har safar do'stlar har xil yozinglar, maslahatim. Sababi bir xil nom bilan ham kanalinglar rekomendatsiyaga chiqishi ozgincha qiyin bo'ladi. Har xil qilish yana bitta yo'li bor. Misol uchun reshotka 1 qilsanglar bo'ladi do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. O'sha mana reshotka 1K, misol uchun mana reshotka 1000, 1 million emas, 7 million marta o'sha 1,5 millionta kanalda mavjud mana shunaqa tek. Nima deydi? Reshotka 1 million degan. Endi biz prosta reshotka 1 ni qo'yib qo'yamiz bo'ldi do'stlar. Keyingi videoda reshotka 2 bu degani birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism deya bu chast hisoblanadi. Mana shu joyga e'tiborli bo'lasizlar do'stlar. Va undan keyin nima qiladigan bo'lsak do'stlar, biz bu yerda nomini yozib oldik. Birinchi navbatda nom yozamiz video yuklagandan keyin. Opisaniyani aytib o'tganimdek, kanal sozlaganda buni avtomatik kiritib qo'ysanglar, har safar yozish shart emas. Bir xil tursin bu. Bunaqangi nima deydi, har safar yozishga moyilli joyi yo'q. Bitta nastroykadan kiritib qo'ysanglar avtomatik o'sha har doim video nomini ham shunaqa qilib qo'ysanglar bo'ladi. Prosta nastroykada mana shu reshotka bilan mana shunaqa qilib o'sha kanalda bilasizlar, mana sozlama bo'limi bor, ozmaslik ko'rsataman. O'sha joyga kiritib qo'ysanglar bo'ldi do'stlar. Всё. Videoni nomini yozamiz. Video nomi yozildi. Playlist qo'yamiz. Undan pastroqqa tushib, yo'q bolalar uchun o'zi avtomatik turadi bu. Videoni 18 yoshdan kattalar ko'rsinmi? Yo'q turadi bunda ham do'stlar. Pastroq tushamiz. Mana bitta reklama mavjudmi deb yo'q deb belgilaymiz va tahrirlangan kontent deganga do'stlar biz ha deb belgilab ketamiz. Ya'ni biz sun'iy intellekt orqali yasayotgan videolar hisoblanadi. Yo'q deb belgilab qo'ysanglar do'stlar, bu sun'iy intellekt emas. Men o'zim короче realniy narsalar bor degan ma'noda. Ya'ni men hozir chiqyapman, men yuklayotgan videomni mana shu hozir sizlarga o'rgatyapmanmi? Bu videoni hech qanaqa sun'iy intellekt yaratmagan do'stlar. Men misol darslik qilib sizlarga chiqaryapman YouTube'ga. Bu narsa yo'q hisoblanadi. Men yo'q deb belgilab YouTube'ga kanalimga joylayman do'stlar. Sizlar hana borib bosib ketasizlar. Va bo'ldi, bu yoqdan qolgan hech narsaga tegmaymiz do'stlar. Keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'lim nima deyotgan bo'lsanglar do'stlar, bu yerda monetizatsiya bo'limi bor. Bu sizlarda chiqmaydi. Qachonki kanalingizning monetizatsiyasi yonsa, monetizatsiya bo'limi chiqadi do'stlar. Xo'p, men tushuntirib o'tib ketaman bu yerda ham. Yonib qilamiz, tayyorga bosamiz do'stlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar do'stlar, faqat 8 daqiqadan uzun videolar ichiga reklama joylash mumkin deyapti bizda. Ya'ni bizning videomizda 8 minutdan uzun bo'ladigan bo'lsa, biza reklama tiqsak bo'ladi do'stlar. Bu 8 minutga yetmaydi, shuning uchun bunga reklama qo'ya olmaymiz do'stlar. Va keyingi bo'limga o'tamiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman do'stlar. Mana shu tepada video chiqadi. Tak ko'rsanglar, o'sha monetizatsiyaga reklama joylash bo'yicha do'stlar video qilganman. Bu daromadinglar misol o'rtacha 500-600 topasizlarmi? Yana uni 2-3x ga oshirsa bo'lish imkoniyati bor video bor do'stlar kanalimda. Shu monetizatsiyaga reklama joylash bo'yicha video qilganman. O'tib ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Tavsiya beraman, zo'r video. Daromadinglar oshadi do'stlar. Mana shu reklama joylashni ham to'liq men darslik qilganman. Xo'p, 3-bo'limga o'tamiz. Bu ham sizlarda chiqmaydi. Yangi youtuberlarda, ya'ni yangi monetizatsiyasi yo'q kanallarda chiqmaydi. Biz nima qilamiz? Hech birini tanlab turib, reyting yuborishga bosamiz bo'ldi do'stlar. Va sizlarda keyin chiqadigan narsa do'stlar, mana bu narsa chiqadi. Endi sizlarda buncha narsa chiqmaydi. Sizlarda faqat yakuniy lavha, bildirga kiritish chiqadi. Mana bu narsa qo'shilibdi yaqinda. Bilmadim endi bu funksiyani hali sinab ko'rganimiz yo'q. Xo'p. Yakuniy lavha, bildirgi chiqadi sizlarda. Subtitr chiqishi mumkin. Всё, bo'ldi, boshqa narsa chiqmaydi do'stlar. Bu yerda bizga kerakmi bu qism desanglar, albatta kerak. Yakuniy lavha degan joyiga bosamiz do'stlar kiritishga. Bu nima desanglar, konечный zastavka deydi do'stlar buni. Buni tushunganlar tushunadi, o'zi bilganlar biladi. YouTube'da o'sha shu kungacha video qo'yib yurgan insonlar tushunadi. Biz nima qo'shamiz do'stlar? Biz bu yerga video qo'shmaymiz, biz playlist qo'shamiz do'stlar. Mana hozir yaratgan playlist tanlaymiz. Buni telefonda ham katta qilish ozgincha qiyinroq, kompyuterda bo'lishi osonroq. Mana shunaqa qilib qo'yamiz, bo'ldi do'stlar. Mana shu o'rtaga qo'ysanglar bo'ldi. Video tugaydimi, o'zi sразу ustiga bosib bo'ldi. Hammasi sizlarning videolaring ichida aylanib yuradi keyin. Mana shu bitta bosib qo'ysa bo'ldi.
saqlashga bosamiz do'stlar. Boshqa hech narsa kerak emas bu yerga. Bildirga kiritish degan joyi bor. Bildirga kerak bizga aslida. Bildirga uchun mayli do'stlar plus qilib turib, kanalingizga joylagan liboy bitta videoni misol qo'ysanglar bo'ladi. Misol mana bitta video chiqdi deyapman. O'sha narsa mana shu bildirga degan bo'lim orqali qilinadi do'stlar. Mana shu tepamda mana bitta video chiqdi deyman. Videoni burchagidan chiqardim bundoq qilib. Mana shu narsani do'stlar mana bu yerdan qo'shsanglar bo'ladi. Misol mana bunga qo'yib turib, deylik mana bitta liboy bitta videoyim deylik. Men YouTube'ga chiqazganman. Misol bitta videoyimni oldim. Ushbu videoyim do'stlar mana bu yerda daqiqasini ko'rsatadi. Mana misol men montajda ko'raman 25-daqiqa bo'lsa mana. Bu yerda 25-daqiqani yo bo'lsa ikkinchi daqiqa bo'lsa mana ikkinchi daqiqaga 14-soniyada bundoq qilgan vaqtim o'sha vaqtiga to'g'rilayman. Montajdagi o'sha bundoq qilgan jarayonimni vaqti bilan mana shu vaqtni mana shu yerga yozsanglar do'stlar, o'sha vaqtda o'sha bildirgi chiqib keladi. Prям shu narsa bu. Sizlarga kerakmi? Bu kerak, albatta yuklab qo'yinglar. Keyingi misol uchun ba'zi bir tomoshabinlar bosishi mumkin. O'sha chiqqan silkani ustiga bosib, keyingi videolaringni o'tish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, biz kiritib ketamiz do'stlar. Bu yerda biron bir videomizni kiritamiz. Videoni oxirroqga qo'yamiz do'stlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Playlist kiritib ketaylik bu yerga. Playlistga kirsa уже все. Playlistni qo'ydik, saqlashga bosamiz do'stlar, bo'ldi, yetadi. Bunga unaqa ko'p qo'yish ham shart emas. Bu tomoshabinni zeriktirib qo'yadi. Shuning uchun oxiriga bitta video, boshrog'iga bitta playlist qo'yib ketinglar, maslahatim, yoki o'rnini alishtirib qilsanglar ham bo'ladi. Xo'p, qolgan joyga tegmaymiz do'stlar. Keyingi degan bo'limga o'tamiz. Mana bu joy do'stlar eng muhim joy. Mana shu joyda juda ham e'tiborli bo'linglar. To'g'ri do'stlar, videomiz cho'zilib ketishi mumkin, lekin do'stlar men chaynab beryapman sizlarga, shtobi ertaga mana shu narsani tushuninglar, batafsilroq o'rganinglar degan ma'noda do'stlar men sizlarga buni batafsilroq, yanada chuqurroq qilib tushuntirmoqchiman. Xo'p, bu nima uchun kerak do'stlar? Menda hozir o'zbekcha chiqyapti. Buni qanaqa o'zbekcha qilishni ham o'rgataman. Sizlarda ruscha, angliyskiy chiqadi. Ko'pchilik tushunmasdan angliyskiy qo'yib qo'yadi, video yuklab tashlab bo'ldi. Do'stlar, maslahatim o'zbek tili qilib olinglar birinchi. YouTube kanalda qanaqa qilib o'zbek tili qilib olishni men sizlarga hozir ko'rsatib o'taman do'stlar. Xo'p, birinchi navbatda video yuklab bo'lganimizdan keyin mana ko'ryapsizlar, pastda HD deyapti mana. Ko'ryapsizlar, videoda ishlov berilmoqda, bajarildi. Tak, galochka chiqdi. Muallif huquqini tekshirish tugallandi. Hech qanday muammo topilmadi deyapti. Ya'ni bu videoda avtorskiy yo'q do'stlar. Ya'ni muallif huquqi degan narsa bor. Men endi boshlovchilar uchun albatta sizlar ko'rayotgan bo'lsanglar o'tkazib ko'ringlar, tushunganlar, bilganlar, buni bilmaganlar, ya'ni o'sha YouTube'ga endi kirib kelayotganlar uchun foydali ma'lumot bo'ladi do'stlar. Avtorskiy nima bu? Mualliflik huquqi. Ya'ni deylik siz mana misol uchun men video qo'ydim, qanaqangidir yo musiqa yaratdim deylik. Telefonda o'tirib, qanaqadir mana shundan o'tirib, misol uchun qanaqadir yo kompyuterda nimadandir o'zim shaxsiy mualliflik huquqim asosida musiqa yaratdim deylik do'stlar. O'sha musiqamni do'stlar men muallif huquqini talab qilsam bo'ladi. Bu yerda mana video element degan joyda do'stlar mana musiqa litsenziyalarini kiritish degan joy bor do'stlar. Mana shu yerdan kirib o'zingizlarning musiqalaringni o'sha yerda nima deydi, mualliflik huquqini qo'shib ketsanglar bo'ladi do'stlar. O'zingizlarning qo'shig'inglarga, ya'ni mualliflik huquqini belgilab ketsanglar bo'ladi. Ya'ni sizlar videolaring yukladinglarmi? Agar sizlarning musiqalaringdan kimdir foydalansa, sizlarning YouTube studio bo'limlaringdan ko'rinadi. Mana shu kanal deydi. Mana shu daqiqasidan mana shu daqiqasigacha seni musiqangdan foydalandi deydi. Xohlasanglar videoni bloklab qo'yishinglar mumkin, xohlasanglar videoni o'chirib tashlashinglar mumkin. Xullas, qisqa qilib aytadigan bo'lsam, avtorskiy pravo bu mualliflik huquqi do'stlar juda ham yomon narsa. Hech qanday muammo topilmadi degan narsa chiqqandan keyin videoni ochinglar maslahatim. Eng qiziqarli joyi mana shu yerda do'stlar. Mana shu joyga e'tibor qilmadinglarmi? Ko'pchilik nima qiladi? Tiq qiladi. Videoni shunda bosib yuboradi do'stlar, bo'ldi. Videoni yuklashga bosadi, mana keyingisini bosib kutib turadi, YouTube studiodan загружаться bo'lib turadi. U juda ham xato do'stlar. Videoni mana shunaqa tartibda kutib, mualliflik huquqi chiqadimi yo'qmi shularni tekshirib keyin ochinglar do'stlar, maslahatim. Shoshayotgan bo'lsanglar, maslahatim shu sizlarga. Anaqa bo'ladigan bo'lsa ham, misol buni qoralama qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Qoralama qilib yuklash mumkinmi o'zi aslida deyshadi. Albatta mumkin. Qachonki sizlarning videolaring o'sha nima deydi? To'liq o'sha tahrirlangan bo'lsa, qoralama qilib qo'yib yuklasanglar bo'ladi do'stlar. Xo'p, mualliflik huquqi hech qanday muammo topilmadi degandan keyin do'stlar, ushbu joyda ushbu muammodan qutulishinglar mumkin do'stlar. Agar sizlarda mualliflik huquqi chiqsa, mana bu yerda chiqadi. Ushbu video tarkibida mualliflik huquqi bilan himoyalangan kontent topildi deydi do'stlar. O'sha vaqtda amalni tanlash degan bo'lim chiqadi. Ushbu video ham do'stlar meni YouTube kanalimda bor. Kirsanglar, mana bunaqa
tutgan rasmim bor do'stlar. Bir g'alati chiqqan, bilmadim. O'zimga yozgancha yoqmadi, majburlikdan qo'yganman. O'tib o'sha videoni ko'rsanglar do'stlar, o'sha yerda men to'liq batafsil ma'lumot berib o'tganman. Ya'ni qanday qilib o'sha avtorskini o'chirish mumkinligi to'g'risida tushuncha berib o'tganman do'stlar. Xo'p, bo'ldi. Bu yoqda hech qanaqa muammo topilmadi. Video yuklanib bo'ldi. Kutdik biz ham. Mana necha daqiqa bo'lsa kutinglar oxirigacha. Qachon videoni ochish mumkin desanglar, mana masalada mana shunaqa tekshiruv tugallandi. Hech qanday muammo topilmadi degandan keyin videoni ochsanglar bo'ladi do'stlar YouTube'ga. Agar avtorskiy chiqib qolsa, uni o'chirish bo'yicha video bor kanalda. Eslicha o'tib ko'rasizlar. Xo'p, ochiqligi degan bo'limi chiqadi do'stlar. Oxirida bu yerda nima qilamiz desanglar, bu videoni saqlash yoki chop etish degan joyi bor. Bu yerda biz videomizni maxfiy qilib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni hech kim ko'ra olmaydi bu videoni. Biz maxfiy qilib qo'ysak, hech kimga ko'rinmaydi. Faqat o'zimiz kirib ko'rishimiz mumkin. Yopiq tarzda ulash qilsanglar do'stlar, mana taklif qilinganlarga qilib yozsanglar bo'ladi misol. Yozib qo'yib mana videoni yopiq tarzda ulashing. Quyida boshqalarning email manzilini kiritish orqali, ya'ni sizlarni mana shu videolaringni boshqa odamlar ko'rishini istasanglar, faqat silka orqali o'shalarning Gmailni kiritib ketasizlar do'stlar. Email orqali bildirilsin bossanglar bo'ldi, всё. Email orqali ruxsat bersanglar bo'ladi videolarni ko'rishga. Havola orqali qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bundan ko'ra chem manba yaxshiroq. Agar havola orqali ulashilsin desanglar do'stlar, havolani belgilab turib, o'sha videoni havolasini mana bu yerdan kopirovat qilib, o'sha sheriginglar, kanalinglarga tashlasanglar, faqat havola orqali ko'rishadi do'stlar. Faqat homiylar uchun degani bor. Bu yerda homiylar degani, ya'ni o'sha kanalinglarga obuna bo'lgan obunachilarning o'zi ko'ra oladi videoni. Boshqa hech kim ko'ra olmaydi, faqat sizlarni o'sha kanalinglarga obuna bo'lgan odamlarga videolaring ko'rinadi. Bu yerda mana bo'limi bor, buni ham barcha homiylar, misol uchun mana Megashop Best va yuqorida barchaga salom do'stlar. Mana shunaqa nomlar bilan ko'rinadi do'stlar. Biza qaysini tanlaymiz desanglar, hammaga ochiq tanlaymiz, всё. Keyin ko'pchilik qiladigan xato bor do'stlar. Juda ham ko'p insonlarda e'tibori bilan kuzataman. Ko'pchilik nima xato qiladi desanglar, mana bu knopkani yoqib qo'yadi do'stlar. Keyin videoni chop etish qiladi. Eng katta xato mana shu hisoblanadi do'stlar. Как bu premyera degani, как jonli efirdek bo'lib ketadi do'stlar bu video. Video как jonli efirdek ketadi. Bu tarafda chat ochiladi. Chatga yozsanglar bo'ladi onlayn tarzda. Tavsiya bermayman do'stlar bu funksiyani ishlatishinglarga. Endi nima uchun qo'shgan? Siz tavsiya bermayapsiz. YouTube qo'shgan, YouTube to'poy emas u deyishinglar mumkin. Lekin men do'stlar shuncha yildan buyon YouTube faoliyatida yurgan bo'lsam, hali premyera qilib video chiqazmaganman do'stlar. O'sha uchun sizlarga ham tavsiyam premyerani o'chirib qo'yinglar yokida videoni rejalab yuklasanglar bo'ladi do'stlar. Rejalab yuklash qachon mumkin desanglar, o'zi ko'pchilik xato qiladi bu yerda ham do'stlar. Bir kunda misol 3-4 kunlik videoni oldindan yuklab rejalab qo'yadi do'stlar. Mana shu joyda e'tibor bilan, diqqat bilan iltimos ko'ringlar. Rejalab yuklash qachon mumkin? Men o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman. Men o'zim shu YouTube'ga pul topishni boshlab, shu Amerikan YouTube'dan daromad qilishni boshlaganimdan buyon bilaman. Bu funksiya do'stlar kanalingizda qachon prosmotrlar 8000 ta, 5000 ta, hech bo'lmaganda do'stlar 4000, 4500 ta prosmotr olib turgan bo'lsa, stabillik hamma videolaring, ana o'shanda do'stlar, unda ham do'stlar 24 soatgacha rejalab yuklashinglar mumkin. 24 soatdan oshiq vaqt oralig'ida video rejalab yuklanmaydi do'stlar. Shu aytib o'tganimdek, videoni o'sha 24 soat ichida rejalab qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni bir kunlik videoni rejalasanglar bo'ladi. Undan ortiq videoni rejalash mumkin emas do'stlar. Kanal o'zi pishadi. O'sha uchun do'stlar e'tiborli bo'linglar, maslahatim. Misol bir kunga ikkita video qo'yib olsizlarmi? Ha, aytmoqchi do'stlar, hozir video qo'yish bo'yicha ham gapirib o'taman. Bir kunga misolchi deylik, ikkita video qo'yib olsizlarmi? O'sha ikkita videoni rejalab qo'ysanglar bo'ladi. U qachon vaqt desanglar, mana shu kechki payt 12 dan keyin. Misol ertaga 3 ga chiqish kerak, ertadan keyin, yo ertaga 3 ga chiqadi va kechki payt, yo ertaga 6 da chiqadi yoki 5 da chiqadi deylik. Maslahatim endi yaxshi время, menimcha shu 4:15 larda yuklasanglar bo'ladi do'stlar. Birinchi videoni, ikkinchi videoni do'stlar 22:10, 22:15 oralig'ida yuklasanglar bo'ladi. Men ma'lumot berib o'tyapman videoni nechida yuklash bo'yicha. Men gapirib o'tib ketay birato'la. Xo'p, videoni o'sha vaqtga rejalab qo'yib, yuklab qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Hech qanaqa muammo topilmasligi kerak Rostam akasiga. Aytib o'tganimda avtorskiy chiqib qizarib yotmasin. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Endi tushunmagan odam bilmaydi do'stlar. Avtorskiy desa, keyin aka mana avtorskiylarsiz ko'p ekan u desam, voy nima narsa o'zi bu deydi. Mualliflik huquqi bilan himoyalangan kontent topildi degan narsa tursa, tushunmaydi-da. Endi bilmagan odam bilmaydi do'stlar. U bilmasligi ayb emas avvalambor. Tushuntirsa inson batafsil tushuncha bilan o'sha narsani o'rganadi do'stlar. Va ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shunaqa tartibda biz
rejalash mumkin. Videoni chiqarish vaqtini ham aytdim. Eng yaxshi vaqtlar. Agar kuniga 2 tadan joylaydigan bo'lsanglar, diqqat bilan eshitinglar. Birinchi videoni 16:10, 16:15. Lekin har kuni do'stlar bir xil vaqtda qo'ymanglar. Eng katta xato. Misol uchun har kuni 16:15 da video chiqazadigan bo'lsanglar, YouTube sizlarni o'sha algoritmda do'stlar robot deb o'ylaydi, bot deb o'ylaydi yokida. Mana shu joyga e'tiborli bo'linglar. Har kuni 16:15 bo'lsa, misol bir kun 16:15 da qo'yinglar bugun, ertaga 16:17 da qo'yinglar yoki 16:20 da qo'yinglar. Yoki 16:40 da qo'yinglar bo'l, 17 ga o'tib ketmanglar. Maslahatim. Eng zo'r vaqt. Men o'zim shuncha yil davomida shu vaqtdan foydalanib kelganman. 16:10, 16:07, 16:08, 16:03, короче 16 dan oshib ketmaslik kerak do'stlar. Mana shu, короче 4:30 oralig'igacha mumkin. Misol 16:40 gacha deylik, можно bu narsa. Va do'stlar shunaqa tartibda joylaysizlar. Birinchi videoni, ikkinchi videoga keladigan bo'lsak, kechki soat 22:10, 22:15 bunda ham xuddi shunaqa do'stlar. Bir xil vaqtda har kuni qo'ymanglar. YouTube sizlarni o'sha algoritmda bot deb o'ylaydi yoki robot deb o'ylaydi do'stlar. Shuning uchun mana shu joyga ham ozgincha e'tiborli bo'lib o'tib ketinglar. Va do'stlar ikkita bo'lsa shunaqa bo'ladi. Agar 3 tadan yuklamoqchiman deyotgan bo'lsanglar, kechki payt tungi soat 02:20, 02:25 mana shu 2:30, 3 ga yaqinroq oralig'ida joylasanglar do'stlar juda ham zo'r, idealniy vaqt hisoblanadi. Avvalambor do'stlar, vaqtni mana joylashni ham sizlarga ma'lumotimda aytib o'tdim. Bu yerda kerak emas boshqa rejalash. O'sha tavsiyam o'sha videoni rekomendatsiyaga chiqsin desanglar, vaqtida yuklanglar do'stlar. Qoralama ham qilmanglar, qoralama ham hech narsa kerak emas. Har kuni o'sha stabilniy, mana misol 3 minutlik videomi, video yuklash bo'yicha men ma'lumot berib o'taman hozir. Misol uchun deylik 3 minutlik videom, dakansi oxirigacha 3 minutlik video qilinglar do'stlar. Sizlarga tavsiyam. Kimlardir 3 minutlik video qiladi, sraz 20 minutlik video qiladi. Sraz 20 minutlik video qilayotgan bo'lsa, ba'zi birlarni ko'raman 40 minutlik video qo'yadi. Ko'proq ko'rilsin, ko'proq RPM to'lasin degan ma'noda. To'g'ri, RPM uzun videoga yaxshi RPM to'laydi. RPM nima desanglar, bu har 1000 ta tomosha uchun to'lanadigan summa. Misol uchun 1000 ta ko'rilsa, 1000 ta prosmotr deylik 40 minutlik videoni kimsa 20 minutini ko'rsa, kattaroq pul to'laydi YouTube. Agar men rasm bor do'stlar, men topaman, topsam qilaman do'stlar, men ekranda chiqishim mumkin. Agar topa olmasam qo'ymaganman demak do'stlar. Menda mana shunaqa videolar 10 mingdan oshiq ko'rilardi, 7 minut, 8 minut va hokazo. Mana shunaqa tartibda men kanal yuritib pul ishlardim do'stlar. Uzun videolarga ma'lumotimda yana aytib o'taman. Uzun videolarga ko'proq pul to'laydi YouTube. Prям sizlarni o'sha kanalingizda bo'layotgan bo'lsa, deylik, qachon o'sha uzun videoga o'tish mumkin? Kanalni hech qachon ochgandan boshlab do'stlar uzun video qilmanglar. Uni ham strategiyasini hozir tushuntiraman sizlarga. Videoni oxirigacha kuzatinglar avvalambor. Deylik, mana video tayyor bo'ldi. Hammaga ochiq qilinglar. Birinchi navbatda maslahatim shu. Gapni cho'zib chalkash qilib tashladim to'g'risi. Videoni har doim do'stlar hammaga ochiq qilib turib, o'sha vaqtida yuklab, vaqtida montaj qilib, vaqtida joylanglar do'stlar. Birinchi navbatda kanalingizga agar birinchi yangi kanal rekomendatsiya chiqishini istasanglar, avvalambor rekomendatsiyani siri bu shu videoni vaqtida chiqish. Ko'pchilik nima qiladi, kanal ochadi, rejalab qo'yadi. Yo'q. Unda do'stlar, mana bu YouTube ham jinni emas, uni ham ongi bor do'stlar. Unda ham protsessor, miya bor do'stlar. Tizimda mana shunaqa katta serverlar bo'ladi, YouTube serverlari do'stlar. O'sha serverlar o'ylaydi-ki, bu robot deb o'ylaydi do'stlar. O'sha uchun vaqtida videoni chiqaringlar iloji boricha. Men o'zimni lучший tavsiyam, men hech qachon do'stlar to'g'ri rejalab yuklaganman. Kanalim aktiv o'sha aytib o'tganimdek 10 ming, 12 ming, 20 ming, 16 ming, 38 ming ko'rilayotganda men kuniga faqat bir kunlik videoni rejalardim do'stlar. 2 tadan video qo'yardim. 3 tadan ham qo'yganman. 2 talik video qo'yardim asosan. 2 tadan video qo'yganimda asosan do'stlar ko'pchilik holatda mana shu aytib o'tganimdek hammaga ochiq qilaman birinchi navbatda. Vaqtida yuklayman do'stlar videoni. Mana shu narsalarga doim e'tiborli bo'linglar do'stlar. Sizlarni eng katta yutug'inglar mana shunda hisoblanadi. Va do'stlar, bo'ldi, biz videoni yukladik. Chiqdi video, всё. Itak. Video bo'yicha sizlarga yana qanaqa ma'lumot bersam bo'ladi? Tak. Rekomendatsiyaga chiqish siri haqida gapirib o'tamiz do'stlar. Rekomendatsiyaga chiqish uchun video sifatli bo'lishi kerak. Videoni uzunligi haqida gapirmoqchi edim. Uzr, rekomendatsiya ham kiradi uning ichiga, to'g'ri. Rekomendatsiyaga tez chiqish siri do'stlar nimada desanglar, video yukladinglar, balki bu haqida alohida video qilarman. Mayli, gapirib o'tib ketay. Deylik, video yukladinglar. Videolaring boshida tavsiyam qisqaroq, 2 minut, 3 minutlik video qilinglar.
yoki 1,5 minutlik video qilinglar. Boshida yangi kanal, yangi qurilmadan ochinglar telefon, как положено yoki aytsanglar, mana menga aloqaga chiqsanglar, men sizlarga professionalniy qilib mana shunaqa kanal ochib sozlab beraman do'stlar. Albatta ushbu servis bor. Telegram orqali murojaat qilsanglar do'stlar, professionalniy servisimiz bor do'stlar. Shaxsan o'zim ochib beraman kanallar. Takoy dizaynlar bilan qilib beraman do'stlar. Video yuklashni boshlaysizlar. И всё. Maslahatim do'stlar, videoni mana ko'rilish davomiyligi bor-da. Misol deylik 1,5 minutlik video qilsanglar, YouTube'da bitta sekreti bor. Endi ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Bilmaganlar uchun ma'lumot bu. Boshida 10 sekund ko'rilishi kerak do'stlar. Videoni boshida mana misol kimdir clickbait qildimi, bitta tomoshabin o'sha videolaring 10 soniyadan oshiqroq ko'rilsa, misol uchun bitta clickbait qildi, 10 soniyadan ko'proq ko'rildi, o'sha video rekomendatsiyada degan do'stlar. O'sha uchun sizlar deylik mana 60 soniyalik video deylik, mayli 80 soniyalik video deylik, 80 soniyalik videoni 50 soniyasi yoki 52 soniyasini ko'rsin do'stlar. O'sha videolarni rekomendatsiyaga. Nimaga desanglar, videoni ko'rilish davomiyligi 50% dan oshiqroq ko'rildimi, YouTube algoritmi ishlaydi, rekomendatsiya algoritmi do'stlar. O'shani hisobiga videolaring rekomendatsiyaga chiqadi, tavsiyalar bo'limiga chiqib, videolaring ko'proq kishi clickbait qiladi. Aytib o'tganimdek, birinchi navbatda videoni ko'rinishi, ya'ni videoni nomi muhim. Ikkinchi navbatda preview do'stlar. Previewni zo'r, sochni qilsanglar, odam o'ziga tortadigan qilsanglar, bu ham muhim narsa. Ya'ni clickbait qilishga majbur qiladigan preview qilishinglar kerak, как virusli video bo'lishi kerak. U ko'rgan odam shu bosib kirish kerak do'stlar. Shu odamni o'ziga shu darajada tortish kerak preview. Previewni sifatli tayyorlanglar. Uchinchi navbatda videoni ham qiziqarli bo'lishi kerak do'stlar. Va yangi kanal ochdinglarmi? Tavsiyam shu. Videoni davomiyligini qisqaroq qilib boshlasanglar, aktivlarni misol har videolaring 20 ming, 30 ming zo'r prosmotr oladi premga. Like urmanglar do'stlar, maslahatim. Agar like bilan foydalanaman desanglar do'stlar, buni ham darsligi bor. Men endi bu yerda o'zimni nafsim yoki nimamdir xizmatimni tiqishtirish emas, agar kimgadir kerak bo'lsa do'stlar, bu bo'yicha ham chiroyli strategiya bo'yicha darslik qilib qo'yganman do'stlar. Aytishinglar mumkin, YouTube'da to'layapti darslik, bepul deyishinglar mumkin. Do'stlar, men o'zimni strategiyamni sotaman. Men kimnidir videosi uchun javob bermayman. Gap ochig'i o'zimiz strategiyam bo'yicha darslik bor do'stlar. Telegramda yozsanglar, to'liq o'qisanglar do'stlar, pullik darslik narxi albatta. Like urish strategiyasi ham bor do'stlar. Bemalol o'tib o'sha darslikda xarid qilsanglar bo'ladi. Agar sizlar like bilan ko'tarmoqchi bo'lsanglar. Likesiz algoritmni как YouTube o'zi bilan birga ketsanglar ham bo'ladi do'stlar. Men oldin likesiz, hech narsasiz bir oyda do'stlar $3000 ga yaqin pul yechganman YouTubedan. Yo'nalishim Skibidi tualet bo'lgan. O'sha vaqtlar juda ham zo'r ishlardi do'stlar. Как положено do'stlar. O'sha fevral oyida ishlagan pulim $3000 bo'lgan, martda yechganman. Do'stlar, yana bir narsani aytib o'taman. Sekret bu ham bir. YouTube'da shunaqa bir sekreti bor do'stlar. Buni ko'pchilik biladi yoki bilmaydi. Yanvar, fevral oyida do'stlar YouTube kanalda asosan o'sha nima deydi, tozalanish oyi bo'ladi. Juda ham tozalanish deganda endi shu ko'p eski kimlardir kanal ochib yurtmay tashlab ketadi, o'sha kanallarni o'chirib tashlaydi YouTube. Bazasini tozalaydi o'zini. Deylik sizlarda bitta korzinka qutiga musor tashaversanglar shu musor quti to'ladimi do'stlar? Idish to'ladimi? Как bo'shatasizlar keyin. Как shunaqa narsa u ham do'stlar. Ma'lumot o'rnida aytyapman. Shu joyga ham albatta e'tiborli bo'linglar. Shu uchun kanalinglarni normal yuritinglar do'stlar. AI videolar bo'yicha ko'pchilik savol beryapti. AI videolar bilan kanal yuritsam bo'ladimi? Yoki video chiqarsam bo'ladimi? Men sizlarga do'stlar, to'g'risini aytaman, men video qilsam bo'ladi bu yo'nalishlarda, ya'ni palonchi yo'nalishdan bir oyda $100,000, bir oyda $10,000 yo bir oyda $4,000 deb chiqarsam do'stlar, mana shunaqa yo'nalish ko'p AI bo'yicha. Prosta do'stlar, menga kerak emas u narsa. Men o'zimni amaliyotimdan o'tgan narsani odamlarga, ommaga olib chiqaman do'stlar. Men o'zimni nima deydi, obro'yimni ko'tarish uchun do'stlar, o'zimni tanitish uchun do'stlar, men palonchi yo'nalishda $5,000 ishlasa bo'ladi, $3,000 ishlasa bo'ladi. Qanaqangidir taxminiy daromadlar bilan do'stlar video qilmayman men. Realni men o'zim qilib ko'rdimmi, o'sha narsani sizlarga tavsiya beraman bu всегда. Men kimnidir ideya qilsam bo'ladi, mana misol palonchi yo'nalish bilan $100,000 ishlang bir oyda. Как sizlarga qiziq, qanaqa qilinar ekan? U montaj hamma narsasini bilaman do'stlar. Prosta menga kerak emas shu narsa. Tushunyapsizlarmi? AI bilan qilingan videolarni ko'pchiligi do'stlar hozir bilasizlar, o'sha Neil Moxon ham bu haqida gapirib o'tdi, ya'ni YouTube CEOsi, ya'ni direktori. Как axlatga o'xshatdi-yu AI videolarni. Shu axlat chiqindi deb qo'ydi. O'sha uchun do'stlar, sizlarga tavsiyam AI videolar bilan ilojisi bo'lsa ishlashinglarni maslahat bermayman. Sababi AI ga do'stlar pul ketadi birinchidan, ikkinchidan vaqtinglar ketadi, uchinchidan pulinglar tugab qolsa kanal yurmay qoladi. Yo kanal yurmay qolsa do'stlar, yomon narsa-da, u pul tikib turib
Riskovatda do'stlar u. Men shuning uchun AI yo'nalishlari bo'yicha hech qanaqangi. Endi aytishinglar mumkin, bu ham AI emasmi? Yo'q do'stlar, bu yo'nalishlar ham AI ga kiradi aslida. Ya'ni yaratilgan bu ham to'g'ri grafический tomonlama. No baribir do'stlar bu videolar yaxshiroq AI ga nisbatan. Chunki bunda isbotlangan odamlar oyiga 9 ming, 10 ming dollarlab yechgan do'stlar teleskopda. Men o'zim realniy ko'rganman. Kecha bitta aka chiqyaptilar, 9 ming dollar ishladim deyaptilar do'stlar. Nima desam 9 ming qaysi yo'nalishim teleskop deyaptilar. Yo'q dedim, teleskop oldida video chiqarishuvdi. Aka desam, yo'q aka ishlayapti kanalim deyaptilar. Prosta maslahatim do'stlar, kimgadir ishonib qolmanglar, ehtiyot bo'linglar. Har xil mashinalardan do'stlar kanal ochtirayotganda ham, boshqasida ham ishonchli o'sha sizlarni nima deydi, faqat o'zini cho'nchini o'ylaydigan insonlar juda ham ko'payib ketdi. Tim boley anaqa face bilan chiqmaydigan insonlar ko'payib ketgan do'stlar. Tam men endi imunda qaysi birini aytishni bilmayman. To'g'risi mana bu deb ayta olmayman ham do'stlar. Bu kimnidir yomonlash bo'lib qoladi. Avvalambor bu noto'g'ri narsa. Men prosta sizlarga tavsiyamni aytyapman. Yuzi bilan chiqib, gapirib, o'zi mana shunaqa sizlarga video tayyorlayotgan bo'lsa, undan ishonchli desa bo'ladi do'stlar. Sababi ba'zi bir insonlar yuzi bilan chiqib turib ham mashinalar qilyapti to'g'risi. Men bu narsani ham ko'rdim. Chunki yozishdi menga, shu aka javob bermayapti, pulni oldi, unaqa. Endi balki kimnidir yomonlash uchun menga chiqayotgan bo'lishi mumkindir do'stlar. No baribir aldanib qolmanglar. Muhim narsa tajriba avvalambor. Tajribaga qarasanglar do'stlar, hayotda juda ham ko'p yutuqlarga erishasizlar. Xudo xolasa do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Hozir men endi sizlarni ichki nastroykalar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Shu bilan do'stlar videomizni yakunlasak bo'ladiki. Hop, men chop etish qilmayman, maxfiy qilib qo'yaman buni. Sababi bu video prosta для test uchun edi. Men bu kanalni yuritmayman to'g'risi. Joylashuv Amerika qilasizlar. Bu yerda mana yo'q, bu kanal bolalar uchun yaratilmagan deb ko'rsataman. Yo'q, bolalar uchun turadi. Funksiyalar yo'q bizada. Kanal sozlamalar toza turibdi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Tegilar hammasi avtomatik. Mana shu joy do'stlar mana. Yuklash sozlamalari degan bo'limda bizda tavsif degan joyi bor. Mana shu tavsif bizning описание hisoblanadi do'stlar. Mana ChatGPT dan oldik-ku biz hozir mana. Shu kanal uchun video описание dedik. Mana shu video описание mana shu kiritib qo'ysanglar bo'ldi do'stlar. Hamma videolaringni har safar chiqadi. Video nomiga ham do'stlar mana deylik. Kelinglar, men sizlarga mayli yaxshi shuni kurs deb o'taman mana. Deylik, bu mana bu video описание, to'g'rimi? Mana qo'yamiz do'stlar mana. Все, mana video описание tayyor. Videoni nomichi desanglar do'stlar, mana video nomi ham bu yerda bor mana. Shunday olamiz do'stlar, mana shuni nomini ham kiritib qo'yamiz do'stlar. Reshotka qo'yib qo'ysanglar bo'ldi do'stlar. Har safar reshotka chiqadi. Prosta uni oldidan 1, 2, 3, 4 qilib videoni banglatsanglar bo'ladi do'stlar. Xullas, mana shunaqa tartibda bo'ladi. Turkum endi kanallarning yo'nalishiga qaraydi. Turkum bo'yicha gapirib o'tadigan bo'lsam do'stlar, Teleskop, Skibidi bularning hammasi do'stlar musiqa yo'nalishiga kiradi. Tavsiyam shu musiqani qo'yib ishlatsanglar bo'ladi do'stlar. Kimlardir aqllilik qilib gapirishi mumkin, musiqa qo'ysa nimadir bo'ladi. Men do'stlar shuncha vaqtdan beri pul ishlayman, menda hech qanaqa unaqa muammo bo'lmagan shu kungacha. Videoni sifatli tayyorlasanglar do'stlar hech qanaqa problema bo'lmaydi. Endi sifatli deganda ham qanaqa? Misol odamlarga o'xshamaslik kerak, insonlarning ko'ziga yangi tuyulishi kerak o'sha narsa. Ya'ni ko'rgan odam voy, bu yangi video ekan. Bunaqa men video ko'rmaganman deb insonni ko'zini chalg'itadigan darajada video tayyorlashingiz kerak. Unaqa videoni qanaqa yasaymiz deyishinglar savol keladi, bu deyman. Misol deylik, o'zi teleskoplarda bilasizlar, faqat qahramonlar teriladi. 4 ta qahramon, tepasida coffin dance musiqalari bo'ladi. Odamlarga o'xshatma turib, misol uchun deylik, eng zo'r trendlar qaysi teleskop qahramonlari? Misol McQueen bo'yicha, McQueen videolarini eng zo'rlarini, qahramonlarning trendlarini topib turib, 4 ta trendda bitta video qilib chiqarsanglar bo'ladi do'stlar. Bitta life hack. Va do'stlar, mana shunaqa tartibda biz kanalimizga описание yozamiz, bu yerda video nomi, bu shunaqa holatda turadi. Hech qaysiga tegmaymiz, faqat yo'nalishini biz musiqa qo'yamiz. Endi men o'yinlar, bu stream kanalim bu. Menimcha shunaqa bo'ldi. Qolgan joyi turadi do'stlar. Qolgan hech joyga tegmaymiz. Всё. Saqlashni bosib chiqib ketamiz do'stlar. Men qisqa qilib aytadigan bo'lsam do'stlar, bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Mana 50 daqiqalik salkam 1 soatga yaqin video bo'libdi. To'g'risi video yozish o'zi ham bo'lmaydi. 1 soat tinimsiz nimanidir tushuntirish do'stlar, bu sal nagruzkali ish. To'g'risi o'zi men kechki payt sizlarga soat ko'rsataman, mana ko'ryaptimi yo'q bilmadim, tak hozir. Mana. Soat 3 bo'ldi do'stlar bizada. Ro'parasi 3:32, yarim kecha, yarim tunda yozyapman sizlar uchun do'stlar. Maslahatim shu, avvalambor harakat qilinglar. Hamma narsaning imkoniyati bor. Xudo xolasa kimgadir qanaqadir servislar kerak bo'lsa, aytib o'tganimdek do'stlar, mana shu Telegram kanaliga kirsanglar, mana
Shohjahon Sultonov. Video описаниyadan bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Foydali ma'lumotlarni mana shu kanalimda berib boraman. Qanaqadir servislar kerak bo'lsa, admin bo'yicha mana bitta lichkam bor. O'tib bemalol yozsanglar bo'ladi do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohjahon bo'ldi do'stlar. Keyingi videomizda aytib o'tganimda telefonda, ya'ni men bu oddiy Androidda to'g'ri video joylash darsligini chiqazaman. Mana shu video 500 dona like yig'sa. Hammaga omad do'stlar. O'zinglarni asranglar, sog' bo'linglar. Menimcha bugungi video haqida batafsil ma'lumot berdim. Agar qayerdadir nimadir informatsiyani chala berib ketgan bo'lsam yoki to'liq bermagan bo'lsam, bemalol o'sha Telegram orqali so'rab olishinglar mumkin bo'ladi. Hammaga omad do'stlar. Sizlar bilan Shohjahon bo'ldi va Texno xabar loyihasi edi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga kattakon rahmat I do'stlar. don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and